Hammaga salom. Sizlar bilan Sendor. Sizlar bilan 2 yil oldin aynan shu mavzu bo'yicha gaplashganmiz. Ya'ni Telegramda kanallarni globalni ko'tarish. Bu yordamida siz kanalingizni, biznesingizni teparoqqa chiqargan holatda mijozlaringizni ko'paytira olishingiz mumkin edi. Va bu yanada qiyinlashib ketdi. Ya'ni premium obunachilar buni teparoqqa ko'taradigan bo'ldi. Premium obunachilar birinchi chiqqanda juda ham qimmat edi, lekin hozir narx anchayin arzonlagan va aynan shu narsani sizlarga xabar berish uchun men bu videoni tayyorlamoqdaman. Agar video mavzu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosing, menga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Siz bilan har doimgidek Sendoruz va biz boshladik. Xo'p, bu narsada yangi bo'lganlar uchun tushuntirib o'taman. Telegramda biznes qilayotgan bo'lsangiz, siz biznesingiz asosan organik mijozlar kelishi Telegramdagi qidiruv yordamida amalga oshadi. Ya'ni, masalan, siz avtomobil sotmoqchi bo'lsangiz, Telegramda avtomobil sotish bo'yicha e'lon joylamoqchi bo'lasiz va aynan Telegram qidiruv tizimi orqali bu narsani qidirasiz va birinchida chiqqan kanal, obunachisi ko'p bo'lgan kanal sizni e'tiboringizni tortadi va siz o'sha kanalga e'lon joylaysiz yoki o'sha kanaldan e'lonni qarab o'zingizga kerakli bo'lgan narsani topasiz. Va bu Telegramda biznesni ishlash prinsiplaridan bittasi. Sodda qilib aytganda, sizning biznesingiz teparoq turadigan bo'lsa, sizning foydangiz shunga yarasha yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni mijozlar qidiruv orqali sizga ko'proq keladi. Bu narsani tushundik. Global muammosi bizni 2 yildan beri qiynab keladi va bu narsada bizga ko'proq xarajat kerak bo'ladi. Xarajat nimaga? Premium obunachilarga. Premium obunachilar sizni globalda teparoq turishingizni ta'minlab beradi. Ta'minlab berish uchun siz premium obunachilarni sotib olishingiz kerak bo'ladi va sotib olish uchun bizga hozir o'rtacha narx $20-15. Lekin bundan ham arzoni bor desam, ishonasizmi? Ha, bu video aynan shu yangilikni sizlarga ulashish uchun chiqarildi va buni keling siz bilan real holatda ko'rib chiqamiz. Va bunda bizga bitta bo'lgan smmya.com sayti yordam beradi. smmya.com sayt haqida qisqacha tushuntirib o'taman. Bu sayt nakrutka xizmatlarini taklif qiladi va ularning o'zining shaxsiy bazasi bor. Shaxsiy baza degani bu siz birinchi qo'ldan olasiz. Birinchi qo'ldan olsangiz siz har doimgidek arzon olasiz. Arzon xizmatlar esa smmya.com saytida. Sayt havolasi pastda. Saytni hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi o'rinda o'zimizga qulay bo'lgan brauzerni ochib olamiz va qidiruv tizimiga smmya.com deb yozamiz va bizga sayt ochiladi. Sayt interfeysi mana shunaqa. Mana bu yerda ro'yxatdan o'tish tugmasini bosish orqali biz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Agarda saytga birinchi marta kirayotgan bo'lsak, ro'yxatdan o'tish bo'yicha video qo'llanmasi har doimgidek opisaniyada qoldirib ketiladi. Buni ko'rib o'zingizlar o'tib olishingiz mumkin. Mana bu yerda ham qisqacha ko'rsatib o'tdim. Xullas, bizning akkauntimiz borligi uchun tizimga kirish orqali login parolimizni terib eslab qolishni yoqib qo'ygan holatda kiramiz. Saytning interfeysi mana shunaqa ko'rib olishingiz mumkin. Saytda balansimizni dollarda, rublda va so'mda ko'rsatishimiz mumkin. Biz uchun eng qulayi hozir dollarda. Demak, akkaunt bo'limi orqali o'zingizlar nastroykasini to'g'rilasanglar bo'ladi. Yangi buyurtma bo'limi mana shunaqa. Hisobni to'ldirish bo'limi esa 3 xil usuldan mavjud. Buni o'zingizga qulayini foydalanasiz va mana bu bo'limlar, qo'shimcha buyurtmalar va boshqa bo'limlar mavjud. API olib ishlatsangiz bo'ladi. Bundan tashqari sayt yaratishga buyurtma bersangiz bo'ladi. Referalka bo'limlari mavjud. Saytimiz xullas juda ham sodda va chiroyli qilib ishlangan. Buni ishlatish menimcha hamma uchun oson bo'lsa kerak. Bizda asosiy narsa bu yangi buyurtma bo'limi. Yangi buyurtma bo'limida kategoriyalar mavjud. O'zingizga kerakli kategoriyani tanlaysiz va mana bu yerdan xizmatlarni tanlaysiz. Xizmatlarning opisaniyasini ham ko'rib olishingiz mumkin. Xizmat haqida ma'lumot berilgan bo'ladi. Havolani qo'yasiz, miqdorni kiritasiz va yuborish tugmasini bosishingiz kifoya. Xullas, saytimizni mana shu holatda ko'rib, bemalol ishlatib ko'rishingiz mumkin. Xullas, sayt interfeysi mana shunaqa edi. O'zbek obunachilarini ko'rdingiz. Narx nerealniy darajada arzon. $2,5. $2,5 o'zbek premium obunachilar. Bunaqa narx hech qayerda yo'q, bratanlar. Sizlarga aytmoqchi bo'lganim, bunaqa arzon narxdan hozirda o'zida foydalanib qolish kerak. O'zingizlarning kanalingizga sinab ko'ringlar. Sizlarga juda ham foyda keltiradi. Keling, hozir buni qancha vaqtda qo'shilishi va qanaqa qo'shilishini siz bilan sinab ko'ramiz va rezultatini ham bir vaqtda ko'rib chiqamiz. Xullas, birinchi bo'lib saytga kiramiz. Saytimizda asosiy birinchi qiladigan ishimiz balansimizni to'ldirib olish. Hisobni to'ldirish bo'limini ochamiz. Hisobni hozir balansimizda $17 mavjud. Hisobni to'ldirishda Payer, Cryptomos va Uzcard yordamida to'ldirishimiz mumkin. Uzcard yordamida to'ldirishda bizga Telegram botlar yordam beradi.
SMM Payment bot mana ko'rishingiz mumkin. Ushbu botni foydalansak bizga ancha-muncha qulay. Qulayligi nimada? Bular avtoto'lov va bu aynan klik yordamida ishlaydi bu botimiz. Kiramiz, start bosamiz va hisobni to'ldirish tugmasini bosamiz. Hisobni to'ldirish tugmasini bosganimizdan so'ng biz saytdagi loginimizni kiritamiz. Ya'ni, masalan, menda Sendorus loginni registratsiya payti belgilab qo'yishingiz mumkin. Sendorus deb yozdim. Yozganimdan so'ng qancha to'lov, ya'ni qancha balansimga qancha tashlamoqchiligimni yozishimni so'raydi. Balansimga men taxminan hozir $1 tashlab ko'ramiz. Xo'p, buning uchun botga shunchaki bir raqamini yozib yuboramiz va bot bizga qabul qiladi. Qabul qilgandan so'ng barcha ma'lumotlarni chiqaradi, tekshirib olib, to'lov qilish tugmasini bosamiz. To'lov qilish tugmasini bosganimizdan so'ng bizda klik ochish uchun alohida havola beradi. Shunchaki mana bu havola tugmachasini bosamiz. Brauzerda mana shunaqa holatda ochiladi. Brauzerda ochilganda siz shunchaki klikda telefon raqamingiz, akkauntingiz ochilgan telefon raqamini terib, chekni yuborsangiz bo'ladi. Lekin men hozirlarga ko'pchilik telefondan foydalangani uchun saytni bemalol telefonda ishlatsangiz bo'ladi. Telefondan foydalangani uchun telefondan ko'rsatib beraman. Xo'p, telefondan botga kirib oldik. Pastdagi klik tugmasini bosamiz. Open tugmasini bosganimizdan so'ng bizani avtomatik tarzda klik super app, ya'ni klik prilojeniyasiga olib o'tiladi. Bu yerda to'lov uchun ma'lumotlar chiqarib beriladi. Kartamizni tanlaymiz. O'zimizga kerakli kartani tanlab, to'lash tugmasini bosishimiz kifoya. Bizning balansimizga pul kirib tushadi. To'lov tugmasini bosganimiz bilan sirazi botdan bizga xabar keladi. To'lov tushdi, ya'ni to'lov amalga oshirildi. Endi saytdagi balansimizni tekshirsak, hozir $17 bo'lib turgan balansimiz $18 ga o'zgaradi. Keyin esa yangi buyurtma bo'limiga o'tamiz va bu yerda Telegram o'zbek xizmatlari bor va Telegram Premium obunachilar xizmatlari kategoriyalari bor. Ushbu kategoriyalarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Narxlari juda ham ajoyib, juda ham qulay narxlar va hozir biz ko'rib chiqadiganimiz Telegram o'zbek xizmatlaridagi Telegram Premium obunachi, o'zbek Telegram Premium obunachilari 30 kunligi. Buni narxi $2,5 ko'rib turganingizdek, bu ma'lumotlar bilan bemalol tanishib chiqsangiz bo'ladi. Juda ham qulay, juda ham eng ajoyib taklif. Bunaqa taklifni boshqa saytlardan topolmaysizlar menimcha. Xo'p, buyurtma berishga keladigan bo'lsak, kanalimiz silkasini olamiz. Har doim deyman, bu Sendorus kanalimga sinab ko'raman. Havolani olaman va havola joyiga qo'yaman va miqdorni kiritaman. Miqdor bizga 1000 ta yetadi. Keyin esa asosiy tekshiriladigan narsa sarflanadigan vaqt. Sarflanadigan vaqt bu oxirgi buyurtmani qancha vaqtda bajarib berilganiga statistikasini ko'rsatadi va shu vaqtga asoslanib biz qancha vaqtda qo'shilib bo'lishini taxmin qila olamiz va olinadigan summani yozib ko'rsatiladi va yuborish tugmasini bosishimiz bilan bizning buyurtma yaratiladi va sayt ushbu buyurtmani bajarish uchun tayyorlanishni boshlaydi. Ya'ni bajara boshlaydi desak ham bo'ladi. Ha, sizda savol bo'ladi, nega sayt ishni hozirdanoq boshlasa-yu obunachilar vaqtida kelmasa? Bu navbat sababli. Chunki sizdan ham oldin buyurtma berganlar juda ham ko'pligi sababli sistema Telegram cheklovlari va boshqa narsalar sekin-sekin hal bo'lganligi tufayli siz bu narsani bir zumda qabul qila olmaysiz. Hammasi navbat bilan sizdan oldin zakaz berganlarniki qo'shiladi, keyin sizniki, keyin uniki, keyin sizdan keyingilar. Xullas, sistema shunaqa ishlaydi. Kanalimizda hozir obunachilar soni shuncha ko'rib oldik. Kanalimizga yangi obunachilar qo'shilguncha biza yangi buyurtmalar, yangi xizmatlar bilan tanishib chiqamiz. Bizda yana ham arzonroq 15 kungacha bo'lgan xizmat ham mavjud. Bunisi atigi 50 sent. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Ma'lumot tavsiflarini tanishib, batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bundan ham qo'shib ko'ramiz deylik, havolani qo'yamiz va miqdorni kiritamiz va yuborish tugmasini bosamiz. Ushbu buyurtmamiz ham amalga oshirilishni boshlaydi. Buyurtma holatini buyurtmalar bo'limi orqali bemalol kuzatib turishingiz mumkin. Qaysi buyurtmamiz qanaqa holatda, qaysi biri kutilyapti, qaysi biri jarayonda. Mana ko'rishingiz mumkin. Menda adashib 2 marta bosganim uchun tepadagi buyurtmamga 2 marta ketib qopti va bunisi allaqachon o'sha jarayonda. Obunachilarimiz soni hozircha mana shuncha va buni qachondir qo'shib bo'lingandan so'ng ko'rsatishga harakat qilaman. Agarda videomiz salgina kechiksa, buni ko'rsata olmasam, har doimgidek Telegram kanaliga joylab qo'yaman. Xo'p, qo'shib bo'ldik. Telegram algoritmlari bizda qanaqa ishlaydi? Statistikani yangilash avtomatik amalga oshmaydi. Shuning uchun bizga qanchadir vaqt kerak va bu vaqt ichida kanalimiz statistikasi yangilanadi va premium obunachilar bizning kanalimiz hisobiga qo'shilgandan so'ng Telegramda global yangilanishi deyiladi bu holat. Global yangilangandan so'ng sizning kanalingiz teparoqga chiqadi. Buni o'zingiz sinab ko'ring. Sizning kanalingizga juda ham kerakli funksiya va bu ancha-muncha arzon tushadi. Telegram kanaliga qilingan, ya'ni Telegramdagi biznesingizga qilingan xarajat bu xarajat emas, bu sarmoya.
shuni tushunib olishingizni so'ragan bo'lardim. SMMyan saytiga kirib bemalol bu narsani o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Natijani iloji boricha video tezroq chiqishi kerak. Agarda tez chiqmasa, natijani har doimgidek Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Sizlarga ham video mavzusi qiziq bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirishlarini so'rayman va menga obuna bo'lish esingizlardan chiqmasin. Siz bilan har doimgidek Sendoruz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr va boshqa videolarimizni ham ko'rishingizni so'rayman. Agarda Telegram mavzusi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bratan, если что, ko'rishamiz.